yaxshilik taqdim qiling. Allohdan qo'rqish, unga taqvo qilish yodingizdan ko'tarilmasin. Va Allohga taqvo qiling hamda bilingki, albatta unga ro'baro keluvchisiz. Demak, ehtiyot va hushyor bo'lish kerak. Oyatning oxirida esa Allohga ro'baro kelganda mo'minlarga yaxshilik bo'lishini ta'kidlab, mo'minlarga xushxabar ber deyilyapti. An Jabirin radhiyallohu anhu qol: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم رواه الأربعة. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Yahudilar agar erkak xotiniga orqa tomonidan oldiga yaqinlik qilsa, bola g'ilay bo'ladi der edilar. Shunda ayollaringiz ekinzorlaringizdir. Bas ekinzorlaringizga xohlagan tomoningizdan keling oyati nozil bo'ldi. To'rtovlari rivoyat qildilar. Jinsiy tarbiya muhim masalalardan bo'lgani uchun Alloh taolo uni Qur'oni Karimda zikr qilgan. Doim bo'lgani kabi o'sha paytlarda ham bu nozik va o'ta hassos masalada odamlar ichida bo'lar bo'lmas gaplar chiqib turar edi. Jumladan ahli kitob bo'lgan, madaniyat sohibi sanalgan yahudiylar ham turli didiyolarni tarqatib turar edilar. Ular agar xotinining oldiga orqa tarafidan turib yaqinlik qilsa, bolasi g'ilay tug'iladi degan gapni tarqatgan edilar. Alloh taolo yuqorida zikr etilgan oyatni nozil qilib, ularning gaplari botil ekanini bayon etdi. Qaysi tomondan bo'lsa ham bola bo'ladigan joyga bo'lsa bo'ldi. Bolaning qanday bo'lishiga yaqinlik qilish holati sabab bo'lmaydi. An ibn Abbas radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlihi qol: Bismillahi Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar baynahuma waladun fi zalik lam yadurruhu shaytanun abadan." Ravahul khamsah. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: agar birortangiz o'z ahliga yaqinlik qilishni iroda etgan paytida Bismillah, Allohim bizdan shaytonni chetda qilgin, shaytonni bizni rizqlantirgan narsangdan chetda qilgin desa, albatta agar o'shandan ularga farzand beriladigan bo'lsa, unga shayton hech qachon zarar yetkaza olmaydi. Beshovlari rivoyat qildilar. Jufti hiloliga jinsiy yaqinlik qilayotgan kishi ushbu duoni o'qishi lozim. O'shanda shaytonning sharidan saqlangan bo'ladi. Mabodo o'sha yaqinlikdan oralarida farzand paydo bo'lsa, u bolaga hech qachon shayton zarar yetkaza olmaydi. An ibn Umar radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Iyyakum wat-ta'arriyah fa inna ma'akum man la yufariqukum illa 'inda al-gha'iti wa hina yufdhi ar-rajulu ila ahlihi fastahyuhum wa akrimuhum." Rawahu at-Tirmidhi. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: yalang'och bo'lishdan saqlaninglar. Chunki siz bilan qazoi hojat va kishi o'z ahliga qo'shilgan paytdan boshqa vaqtda hech ajralmaydiganlar bo'ladi. Bas ulardan hayo qilinglar va ularni ikrom etinglar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Bir rivoyatdagi faqat 2 holatdan boshqa paytda odamdan ajralmaydiganlar deb aytilayotgan narsalar farishtalardir. Mazkur 2 holatdan biri kishi o'z ahliga borgan paytidir. Shuning uchun ham mo'min musulmonlar o'sha farishtalarning rioyasini qilib yurishlari kerak. Shariat ruxsat bermagan holatlarda farishtalarga ozor bo'lmasligi uchun avratlarini aslo ochmasliklari lozim. An Ali ibn Talq radhiyallohu anhu qol:
أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق. رواه الترمذي وأحمد. Ali ibn Talq radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir a'robiy Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib: "Ya Rasululloh, bizdan bir kishi ochiq joyda bo'ladi, undan hid chiqadi, suv oz bo'ladi" dedi. Shunda u zot: "Qachon biringiz hid chiqarsa, tahorat qilsin. Ayollarning orqalariga yaqinlik qilmanglar. Albatta Alloh haqdan hayo qilmas" dedilar. Termiziy va Ahmad rivoyat qilganlar. Arabiylar sahro tabiatli bo'lganliklari uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan har qanday narsani nima to'g'ri kelsa tortinmasdan so'rayverar edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan doimo birga bo'ladigan sahobiylar ham arabiylar kelib biror narsani so'rashsa edi, biz ham foydalanib qolar edik deb turar edilar. Mana bir arobiy kelib arobiychasiga savol so'radi. Uning savoli hid chiqargan odam tahorat qilmay qo'yaversa bo'lavermaydimi degan ma'noda edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hid chiqargan odam tahorat qilishi shart ekanini ta'kidlash bilan birga boshqa bir muhim masalani ham aytib o'tdilar. U ham bo'lsa, ayol kishining orqasiga yaqinlik qilmaslik. Bu muhim masala. Buni erkak va ayol har bir shaxs bilmog'i kerak. Chunki bu narsa halol haromga, gunohga tegishli masala. Bu uyat gap deb aytmay ketadigan masala emas. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mazkur gapni aytganlaridan keyin albatta Alloh haqdan hayo qilmas deb ilova qilib qo'ydilar. Xuddi shu ma'no bizning tilimizga shariatda sharm yo'q deb tarjima qilingan. Halol harom, gunoh savobga bog'liq bo'lgani uchun oddiy holatlarda uyatli hisoblangan ba'zi gaplarni ham gapirishga to'g'ri kelishi shunday izohlanadi. Va li ashabis sunan mal'unun man atamra'atahu fi dubriha. Sunan egalarining rivoyatida kim ayolining orqasiga yaqinlik qilsa mal'undir deyilgan. Xotinining oldini qo'yib orqasiga yaqinlik qilish katta gunohdir. Unday odam Alloh taoloning la'natiga uchraydi. Chunki bu shar'an harom qilingan ishdir. Shariatda harom qilingan ishni qilgan odam esa la'natga uchraydi. Allohning rahmatidan quvladi. Ko'p marta takrorlanganidek, shariatda harom, gunoh, man qilingan deyilgan narsalarning barchasi inson zoti uchun zararli bo'ladi. Jumladan ayol kishining orqasiga yaqinlik qilish ham buzuq tabiat alomati bo'lishi bilan birga avvalo o'sha ishni qiluvchilarga katta zarar keltirishi turgan gap. An ibn Abbas radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: La yanzuru Allohu ila rajulin atar rajulan aw imra'atan fi ad-dubri. Rawahu at-Tirmidhi va Ahmad. Ibn Abbas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam erkak yoki ayol kishining orqasiga yaqinlik qilgan kishiga Alloh nazar solmas dedilar. Termiziy va Ahmad rivoyat qilganlar. Ushbu rivoyatda zikr qilingan ish eng munkar ishlardan ekani, uni insonlik tabiatidan chiqib ketgan mal'unlargina qilishi mumkinligi hammaga ma'lum va mashhur. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kullu ma yalhu bihi ar-rajulu al-muslimu batilun illa ramyahu biqawsihi
وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه الترمذي وأبو داود. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: musulmon kishining behuda ko'ngil xushlik qilishi botildir. Kamondan o'q otsa, otini o'rgatsa va ahli bilan o'ynashsa mustasno. Bu narsalar haqdandir. Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilganlar. Kamondan o'q otish, merganlikka tayyorlanish, vatan, dini diyonat mudofaasi uchun tayyorgarlik ko'rishdir. Demak, bu boradagi urinishlarning zamonaviy ko'rinishlarini ham behuda urinish deb bo'lmaydi. Otni o'rgatish ham, chavandozlikni mashq qilish ham o'zi va jamiyatiga foydasiga tayyorgarlik ko'rishdan iborat. Bu ma'nodagi urinishlar albatta behuda hisoblanmaydi. Xotini bilan ko'ngil xushlik qilish ham shu toifaga kiradi. Bu narsa halol, pok. Oilaning inoqligi, oradagi muhabbatning bardavomligi shunga bog'liq. Jumladan jinsiy yaqinlik ham ushbu doiradagi ishlarga kiradi. Va qala Jabir radhiyallohu anhu: kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fabalaghahu zalika falam yanhana. Ravohu Shaykhani va Tirmiziy. Jabir radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida azl qilar edik. Bu narsa u zotga yetganda bizni qaytarmaganlar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qildilar. Azl urug'likni bachadondan tashqariga to'kish haqidagi barcha dalillarni o'rgangan ulamolarimiz bu ishni faqat xotinning roziligi bilan qilish mumkin, chunki bu ayol kishining haqqidir deganlar. Bu ish o'sha vaqtda bevaqt homila bo'lib qolishining oldini olish uchun qilinadigan ishlardandir. Ayni paytda u jinsiy aloqa odoblariga kiradigan ishlardan hisoblanadi. Shuning uchun ham muhaddislarimiz ushbu rivoyatni mana shu bobda keltiradilar. Bundan xotinning jinsiy aloqa bobida ham bir-birlarida haqlari borligi bilinib oladi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu anin Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: inna asharra an-nas 'inda Allohi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi va tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Ravohu Muslimun va Ahmadu. Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: qiyomat kuni Allohning nazdida martabasi eng yomon odam ayoliga yaqinlik qilib, ayoli unga yaqin bo'lganidan keyin sirrini odamlarga yoyib yuradigan kishidir. Muslim va Ahmad rivoyat qilganlar. Xotinning orasidagi shariat ishi faqat ikkisining siri bo'lib qolishi kerak. Ham, xotin ham jinsiy aloqa paytida bo'ladigan narsalarni boshqalarga aytmasligi lozim. Mazkur sirni boshqalarga aytib yurish beodoblik, sharmu hayosizlik va gunoh ish hisoblanadi. Jamiyatda fohisha gap so'z va ishlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham quyida o'rganilgan rivoyatimizda bu ishni qiladigan kishi shaytonga o'xshatilmoqda. Va li ashabus sunan innama mathalu zalika mathalu shaytonatin laqiyat shaytonan fis sikkati faqada minha hajatahu wan nasu yanduruna ilayh. Sunan egalarining rivoyatida uning misoli urg'ochi shayton ko'chada erkak shaytonga duch kelib, odamlar qarab turganida undan urg'ochi shaytondan hojatini qondirib olganga o'xshaydi deyilgan. Xotinlarning o'zlari oralaridagi jinsiy hayot haqida boshqalarga so'zlab yurishlari ana shunday sharmandali ish hisoblanadi. Shuning uchun mo'min musulmon erkak va ayol o'zaro jinsiy sirlarini hech kimga aytmaslari kerak. Oilaviy hayot, jinsiy munosabat odoblari haqida so'z ketar ekan, ushbu mavzuni ajralmas qismi bo'lgan g'usl masalasiga ham eslab o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Bilganlarga takror, bilmaganlarga ilm, ma'rifat bo'ladi
inshaalloh